2026 Ravon Neher 3 O'zbekiston avtomobil bozorida yana bir bor e'tiborni o'ziga qaratmoqda. Ushbu model zamonaviy dizayn, ishonchli texnika va qulaylikni o'zida mujassam etgan. Avtomobil tashqi ko'rinishdan ixcham, ammo jiddiy ko'rinishga ega. Old faralar LED texnologiyasi asosida yangilangan bo'lib, kechasi haydashda yanada aniq va xavfsiz ko'rish imkonini beradi. Salon ichida esa haydovchi va yo'lovchilar uchun qulayliklarga alohida e'tibor qaratilgan. Yangi Neher 3 da ergonomik o'rindiqlar, sifatli materiallar bilan bezatilgan panel va teginuvchan multimedia tizimi mavjud. Multimedia tizimi Android Auto va Apple CarPlay funksiyalarini qo'llab-quvvatlaydi. Bu esa smartfonni avtomobil bilan osongina ulash imkonini beradi. Texnik jihatdan qaraganda, Ravon Neher 3 1.5 litrli benzin dvigateli bilan jihozlangan bo'lib, u 106 ot kuchini beradi. Avtomobil mexanik va avtomatik uzatma variantlarida taqdim etiladi. Yoqilgi tejamkorligi ham e'tiborga loyiq, 100 kilometrga o'rtacha 6-5 litr yoqilgi sarflaydi. Bu esa shahar va trassa uchun juda maqbul ko'rsatkich hisoblanadi. Xavfsizlik tizimlari ham yangilangan. Avtomobil ABS, EPT va 2 ta xavfsizlik yostiqchasi bilan ta'minlangan. Bundan tashqari, orqa ko'rish kamerasi va park sensori haydovchiga tor joylarda manevr qilishni osonlashtiradi. 2026 yilgi modelda ilgari bo'lmagan qo'shimcha funksiyalar ham paydo bo'lgan. Masalan, avtomatik iqlim nazorati, elektr oynalar, markaziy qulf va rulda joylashgan boshqaruv tugmalari. Ravon Neher 3 oz segmentida raqobatbardosh narx va yuqori sifatni taqdim etadi. U O'zbekiston va MDH davlatlarida oilaviy foydalanish uchun eng maqbul variantlardan biri bo'lib qolmoqda. Yangi modelning ishonchliligi, tejamkorligi va zamonaviy dizayni uni bozorda mashhur qilishda davom etadi. Agar siz iqtisodiy, qulay va zamonaviy avtomobil izlayotgan bo'lsangiz, 2026 yilgi Ravon Neher 3 albatta e'tiborga loyiq tanlov bo'ladi.